boyata. Beri. Assalomu alaykum boyata. Nega kelding? O'zim sizni ko'rgani keldim, sog'inib qoldik. Ko'rib keldik işte. Yaxshi, barakalloh. Sen meni oldimga bekordan bekor kelmagansan. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Qani so'yla. Haligi donna soqli pichog'i borku, o'sha sinib qoldi. Shuni aytgan keldim. Xo'sh, undan keyinchi nima meni uyimda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib qolganmikan? Tozani terisi suyatuvdi. Suyagiga tegib sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi nega tozini terisini shildilaring? O'lgandan keyin ular terisi o'g'il bo'lmasin deb shuni qo'ya qoldik. Sizlar itimni nima qilib o'ldirdilaring? O'lgan otni go'shtini yeb, go'ki bo'lib qoldi. O'lgan otni go'shti qayerda ekan? O'lgan otni go'shtini kim beribdi? Begona otamas o'zimizning qashqani go'shtini yeb, go'ki bo'lib qoldi. Ey bola, og'zingga qarab gapir. Ey Parvardigor, nima qilib o'ldi? Homlik qilib o'ldi. Homlik qilib deysanmi? Nimaga homlik qilib o'ladi? Oldin aravaga solinmagan ekan. Biz aravaga suv tashidik, shunga o'lib qoldi. Meni uyimda shuncha ot turib, men boqib yurgan ot bilan tashiysanlarmi? O'tib ketganda otga qarab o'tiradimi? 2 chelak bo'lsa ham suv tashish kerak-da. O'tib ketganda deysanmi? Nimalar yondi? Uyingiz kuydi xo'jayin. Uzoq yong'in bo'ldi, katta yong'in bo'ldi. Ey Alloh, senga nima gunoh qildim? Qo'rg'onchi qo'rg'on. Qo'rg'on ham yondi, ombor ham yondi. Otlaringiz o'ldi, sho'ringiz qurib qoldi xo'jayin. O't nimadan ketibdi? Shag'amdan. Shag'am? Deysanmi? Meni uyimda shag'am nima qiladi? Axir Toshkentdan olib kelgan qirg'ich varalarim qayoqqa ketdi? Karaseldan ham 1 yilga yetarli zapas olib qo'ygan bo'lsam. Odamni hid quvvatingizda o'zingizdan xo'jayin. Bir o'ylab ko'ring.